Rosario. Kordovaga bardygan. Sana bekmesligim keldi amidi yok. Abla çatak boldu. Nim boldu? Keçirin, dikkat kılmay çilekni. Hiç kısı yok. Çoğun iş emez. Su ekil başkadan eğditme. Ciddileşmesen mi buludu? Hiç kısı yok. Onun gıdayım boldu. Çilekni örüvütüp yanı soğuğa çıkıp gitti. Sizning rostli şençiniz barmı? Nimege? Uni Rosario'ga yetkizip qo'yishqa. Rosario'da narvig oltirib, yana 10 kun mangdigan gap. Kichik bola chidiy olarmi? He? Jidobani efendim onunla tanıştırış yazıp berdi. Marco özümü Argentinaga yalğız kelgenin üstüge boran kağımı berip geldi. Meningçe çatak çıkmaz. Sizningçe? O chaqda Xopinolar bilan billa edi. Rast deysiz. Tüneginden buyan onun keyfiyatiga bir qarab beqinga. Nädim İtalyadan kelgendek bolsun. O bu qatim çokum apam bilan körüşümen dep kelgen. Apsını bu yerden tapanmaganlığı onun egir kelgen buluşu mümkün. Lekin Kordovaga berip apsını tapalaydı dep kim ödü qılalaydı, he? İtip beqinga. Bu... Siz onun boynuz ayrısın Kordovaga küçüp ketkinidek, yeni küçüp ketmeydiganlıqıga hüküm qıla alamsız, he? Loisa, bundak ümitsiz geplerini qılmang. Onun köngli teximi yerim boludu. Men zadlı xatırcan bulanmayvatımən. Ensirəvatqandek görünüdü. Öz balamdek bop qağandı. Menmo sizdek xatırcan bulanmayvatım. O bu yerdə bir ay turup tursa, dadısıdan xat kelişi mümkün dep oylagandım. Lekin deysiz go. Onda qılsaq, anı balı ikisinin vaqtida görüşüge tosqun boludu. Qandaq qilishimni bilemey qaldım. Jidobani efendimnin xəvrini kütüş kerek bop qaldı. Şundaq. Dokan bilen karın bolmason Marco. Suni öyge kirip koygun. Lekin çilek deryaga düşüp ketdi. Deryaga? Keçirin, nim boğalıqımni özemi bilmedim. Kerek yok. Loisa yani birini asılı bolmadı mı? Deryaga düşüp ketken bolsa nima amal? Berip aram ağın Marco. Şunda qığın. Bolmasa derizilerini sürtkin. Pakı sürtkin. Bulamdı. Sırttın qaraganda appak dastxallar körünse xeridarlar köp kiridu. Şunda qığın. Bulamdı. Boludu, çokum deginingizde qilama. Lata şkapның tegide berip özün ağın. Boludu. Onunğa qarab, içim ağrıp qaldı. Kilip yardımlaşıvetin ha. Mana!
Hamidiyo. Sen Fesk qavaxxanasıdaki Marko Roshi şundaqmı? Shundoq, rahmat sizga. Tepipti men. Bir balının ginoyadan bu yerga yalğız kelmigi asan emas-yu. Anglasam, Kordovaga apаңыз deb bardı ekansa, şundaqmı? Xatirjam bol, Rosario'ga bag'cha, sana yordam qilaman. Sana Italiyada yo'q cho'ng daryolarni, 1000 tonnalık paraxotning do'lqi yerib ilgirilaydiganligini ko'z tutib qo'yman. Sizni Jidobani efendim evatganmi? Shundaq. Bugun soat 10larda meni Pristandan izda. Santabi Antonia Dolia nomli paraxotni so'rasang, hammadan biladi. Antonia Dolia nomli kinoya boshqarmasizmi? To'g'ri. Nomi hayvatlik bo'lgan bilan ikki odam ishlaydigan bir kichik paraxot. Rost to'g'ri. Paraxot boshlig'imi Baxushal. Nimali degan bilan yurtdoshda. Paraxot boshlig'i? Apangmi Rosario'ga bag'cha. To'g'ri. Rosario'ga bag'cha paraxotda o'ltirgan bo'lishi mumkin. Shundoq bo'lishi mumkin. Rosario'ga paraxot o'ltirib bo'lgan? O. Bu maymun ayliqi burutli qeri bilan ayliqi burutli qeri bilan chiroyli qizlar qani, ha? Ulanamiz Burankada. Ulamo bu yerda bo'lsa-chu. To'g'ri. Jidobani apandim bergan tunishtirishni unutib qolma, ha? Esingda bo'lsin. Rahmat, ismingiz? Ismim Mario. Rahmat Mario. Bugun soat 10dan burun borsammi bo'ladi, shundaqmi? Shundaq, shamolning ahvoli qaraganda at yo'lga chiqilib bo'ladiganday qiladi. Xayr, xo'sh. 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 Fisk efendim, baya Jidobani efendim odam evatibdi. Meni kech soat 10gacha berib Antonia Dolia nomli paraxotni izlasin debdi. Bugun kech 10da? Marko. Rastını aytqina, qandaq o'ylayapsan? Loisa sendan ansirayotidu. Tasodifiy. Yo'q. Ortiqcha g'amdo balkim, lekin atrofliq o'ylamagan bilan bo'lmaydi. Paraxot deganda o'ylamagan ishlar yuz berdi, Marko. Men Rosario'ga iliq kishidan paraxotga o'ltirib berish qaroriga keldim. Rost. Marko. Yo'lga chiqadiganligimni anglab ro'yim xil ko'tarilib qoldi. Kechiring, ko'pchilikni ko'p avor qildim. Hozir opamning adresim aniq bo'ldi. Bundaq ruhsiz yurayversam bo'lmaydi-da, To'g'ri, qat'iy iroda bo'lgani yaxshi bo'ldi. Fisk efendim, ishni qilib bo'lib sirtqa chiqib kirsam bo'lamdi. Men opam burun ishlagan Ruxas efendining uyiga berib kelay deyman. Bir oy ilgari bir qitim borgandim. Bu navbat opamning Kordovadan evatgan xati bo'lib qolishi mumkin. Shuni yana berib boqaymikin? To'g'ri, atrofliq o'ylabsa, kichikkina yipuchini qo'ldan bermaslik kerak. Bo'ldi, Marko, derazni surtmayli qo'y. Shundoq qil. Rahmat Fisk efendim. Bo'ldi, qarang bo'lmasin. Hech qis yo'q, tex bo'ldir. Haros. Boya Amidiyo dasturxonni paskin qilib aytgandi. Hech qisi yo'q, almashtirib qo'ydim. Dasturxon degandan qari chaqliq. Lekin Marko, sening ro'ying tushib ketsa, biz bearam bo'ladi ekanmiz emasmi? Kechiring. Qarang, bo'ptimi? Pokiz bo'pti. Bo'ldi. Sen darhol borgin. Rahmat sizga Fisk efendim. Amidiyo. Amsma ketdi. Qara, o balaga odamning mastiga keladi. Uniga yana jon kirdi. Roshda hada isindimi?
Buenos Airesga kelgen güni men mana meşäde uşumdan ketkendim. Nemiş? Bu Rojas efendinin oyumu. Şundaq, nemişiniz batdı? Natalya! Aa, Natalya! Nima qilyapsan? Putumni yopqa yopiq tushib ketdi. Tez kelib elib etgin. he, mana hazır xanım. Sal turib turun, ha? O'g'irliqcha meni kimga tillab beryapsa? Həddəm emas xanım. Boyu bir kichik bola izlab keptiken. Kichik bola tonimaydigan har qanday odamni qo'rg'oq kirgizma. Uqdingmi? Shunda xanım, bo'ladi. Misildab turmay, uni tez qo'g'lib et. Bo'l, tez qo'g'lib et. Ma'qul, bo'ladi xanım. Nemişin battı balam, tizrek degin. Ilqi Roşta adam öýde ýokma? Ruşta? Bir ay ilgiri meşäde işligen. İyilik hizmetkar Ruşta mı? Onu hizmetten boştu vetti. Natalya, Roştağı nim boptu? Bu balı Ruşta'nı izleydiken hanım. Men Rojas efendimden öýdikiler bilen körüşeydigendim. Men bu aýlda işligen annanyň ogly boluman. Ondanın? Esimge geldi. Roşta şundaq degende qılgan. Natalya, onu elip gir. Buludu hanım. Ýakşym söz. Maymun, Natalya, onu qoğulub et. Yeni mıhkem misin? Vay Hudayım, onu qoğulub et. Bu yakı gel sana prenik berey. He? Bu paskin näsini aşqanğa kirme. Bildin mi? Qara bunu. Maňa bir istatkan ıssyk çay ekir. Sen ondan oğluma nimişin ba? Men apamny izlep kelgendim. Onun Kordova ekenligini bildim. Kordova? O degen bir sehra. O Buenos Aires turanmay şu ýerge ketişke mecbur bolgan. Bildinmi? Men bu ýerge apamdan hat keldimkin dep kelgendim. Onun da xet gilämiş dehi. Undaq iş bilmeýdigan yaman ayal bu ýerge xet ýazatdymy? O uduldyk öýüp turdygan qer ayal bilen birleşip elip daim ýeýdigan näse ogurlaýdy. O qerinin işini qyp beretdi. O meniň hizmetçimi ýa-ki onun hizmetçisimi? Tazymı qamlaşmagan. Apamdan hat gelmedi, şundakmı? Natalya, bir piyal çay boslu boldy. Bu bala mihman emes. Buludu hanım, keçirin. Sen hojaýyn bilen başgalan perk etemez bolup galdyňmy? Bu ýerge goýup tez ketgin. Bu men içdigan çay. Tetip bakqan barmy qandak? Yok, içmeyme. Men tehe ondan yeni işleymen dep bolsyny evetken okşaydı depdimen. Her halda undaq iş emesken. Men hatırjam boldum. Sizni avar kıldım, men ketey. Hay, ondan kösen dep koy. Qaýdy bilmeýdigan o ayalny men çydap bir ýyl işletdim. Lekin o maaşyny az görüp ketip galdy. İştalilik ayallarning hemmesi oşundaq yüzsüz bolandygandy. Eger hotalykyny tonup qaýtyp gelişini oýlasa, oýlyşyp baksan bolady. Amidio! Anys qandaq bolsa, bolsym şundaq bolady eken. Apam muşundaq aildim çydapdy. Lekin men bir işki qetim kilipli çidimidim. Keçirgin apa. Keçir. Amidio! Ne varsa Amidio! Fiolina bilen körüşken çay. Amidio! Sen beni bu yer gep geldin o Amidio. Ha?
çağdı sen Fiolina'nı bir yerge epkegenttin ami diyor. Ben bir ayalınızda ettim. Bir ay ilgiri o bir Anna isimli kisel ayalı kargan. Onun ismini unutup kaptım ben. Onun boyu ikiz, közü kapkara. Onun nerlikini aytip berelemsiz daha. Marco. Ha? Bu Marco. Sen Marco Rossi mi? Ha? Şundak. Marco, bunu yigin. Bunu başqalar bəgən. Rahmet sizge. Senin bu qitimqi səpirіңmi osan emas. Lekin tirishchanliging bekor ketmaydigan bo'ldi. Kordova gerçi sahra bo'lsa-mu, tarixi uzun. Argentinadagi nomi bor joylarning birisi. U yerda nurg'un chirkovlar bor, dal-daraxtlarmi ko'p. Maykins efendim agronom. Onun Kordovaga berishi foydaliq. Burun u yerning yezigiligi bek taraqqiy qilgankan. U bu yerga o'xshamaydi ekan. Tog' daryolarmi ko'pkan. Marco, sening jiroq yerdan opangni izlab kelganligingni ko'rib, Xudo ikkinglarni ana shundoq go'zal joyda uchrashtirdigan bo'ldi. Shundaqmi, Marco? Agar opang bilan uchrashsang, Maykins efendimdan so'rab bir necha kun tog'larga chiqib o'ynab kelinglar. Bo'lamdi, Marco? Sporiano. Nima? Men Kordovaga bagıca apamның salametligini tilang. Onun salamet turuşuga dua kılın. Bolamdı. Albatta bo'ladi, Marco. Men har kun sizlar uchun duo qilaman. Xudo sizlarni cho'qim qo'g'daydi. Cho'qim shundoq qiladi. Rahmet sizge. Sporiano, rahmet. Loisa'da yardımınızga rahmet. Yanılı berişni qarar qıldыңmı? Dukanni taqab qo'ysam bo'lmaydi, Marko. Sen yanıla. Ancha yiroq emas. Xotirjam bo'linglar. Bichara yolg'iz balık işim ağrıvatıdı. Men endi Melli tog'amga adovat saqlamayman. Bu degining to'g'ri bo'ldi, balam. O o'tib ketgan ishlar. Ummu eski odam emas. Bo'ldi. Qaytashingda bu yerga kelib biz bilan ko'rishib mang'in. Bu azroq pulni ilib ol. Yo'q, bu. Jiqroq beray desam, mening ahvolim ancha yaxshi emas. Şundaq, bu bizning azroq ko'nglimiz balam. Marko, unda qilmay ol. Men sizga fizik efendim. Xo'sh, men ketdim. Salomatligingga diqqat qil. Xo'sh. Mana bu yerda! Marko! Bu yoqqa kel! Mario! Sizlar birlikansizlar-da. Paraxot boshliq qani? Har kuni bak kech qaytib keladi. Jur, ichkariga kiraylik. Paraxotning ichi bak chiroyliq degan bilan mana mushinchiliklar. Nada uxlasang bo'laveradigan gap. Rahmat Mario. Ata, paraxot boshlig'i bilan ko'rishib qo'ysanglar bo'ladi. Men uningga deb qo'yman. Uxlag'in. Mening azroq ishim bor, men chiqib ketdim.
Appa, bu qitim çoqum ko'rishadigan bo'ldik. Amidio. Bu qitim appam bilan rostilla ko'rishadigan bo'ldim, Amidio. Marko tushgan paraxot to'lqin yerib, Rosarioga qarab ilgarilaydi. Paraxot boshlig'ining uningga bo'lgan muomalasi boshda nihoyat sovuq bo'ldi. Chunki Marko kirab puli to'lamagan edi. Safar jarayonida paraxot boshlig'i bilan Mario to'xtamay so'qishadi. Marko bularning tomosasini ko'rib mangadi. Keyin paraxot boshlig'i Markoning ginoyadan kelganligini bilib, muomalasi xeyli qizg'in bo'ldi. U Markoning kechirmishlarini anglab, uningga qoyil bo'ldi. Keyingi qitimda sahardagi Rosario degan qismini ko'ringlar.